Bo'ldi. Kamerani yoqib qo'yganman. Ketdi. Endi gaplashamiz. Jim, bolalar. Qaranglar. Behruz, futbol, jim o'tirib, ozgina, 10 minut, 15 minut. Abdulloh, jim. Qaranglar. Bunaqa narsa bo'lyapti. Xo'p. Men bitta pulli kursda o'qigandim. Keyin bitta odamni anchadan beri kuzatib boraman. U odam qanaqa tushuntirib bersam ekan? U bunaqa treninglar qilib turadi. Yana odamlarga xullas shaxsiy rivojlanishimiz, o'sishmi, qanaqa qilib qilish kerak, ishlarimizni nima qilishimiz kerak, narsalarni o'rgatyapti. Endi men u narsani o'rgandimda, men hozir sizlarga uni faqat prямо o'zini yetkazib qo'yish emas, o'zimda ham bo'lib turgan narsalarni ikkalasini birga qo'shib, o'zimda sinab ko'rib, sinalgan narsalarni sizlarga aytmoqchiman. O'zimcha o'rgatmoqchiman, deymizmi? Sizlardan ham qanaqadir fikr chiqib bo'lsa, men xursandman, gaplashamiz. Qaranglar. Birinchi aytyapti. Bu narsa yo'q. Bu o'zimdan bu. Mana yozib olganman 7 ta narsani men sizlarga hozir sharhlab tushuntirib beraman. Birinchisi, qarang. Qo'lingdan shunaqa narsa bo'lyapti. Meni o'zimda ham bo'ldi. Qo'lingdan nimadir kelishini isbotlaganingdan keyin sen bilan hisoblashishar ekan. Qo'lingdan nimadir kelishini isbotlagancha bo'lgan jarayonda deylik, примерно hamma misol keltiraveradi. Endi men ham misol qilib keltiraman. Sizlarga yoshlarga bog'lab, masalan, til o'rganyapmiz. Ingliz tilimi, arab tilimi, boshqa xitoy tilimi farqi yo'q. Masalan, hozir boryapsiz, masalan, deylik sport, basketbolga boryapsiz, yo futbolga boryapsiz, yo masalan voleybolga boryapsiz. Bizda shunaqa narsa shakllanib qolgan, bolalar. Bizda shunaqa narsa shakllanib qolgan, futbolga borsa, bolalarimiz beramiz mana. Futbolga borsa, ota-onalarning ko'pchiligida bunaqa fikr bo'lib qolgan, alakani itidek bo'ldi. Ful kopning orqasidan yugurib yuraveradi. Boshqa narsa yo'q. Aslida shunaqa ham-da bormi? Bor. 100% to'g'ri, 100% noto'g'ri narsa yo'q. Baribir buni 100% xato, to'g'ri deya olmaymiz. Lekin u bolani qanaqadir musobaqadan borib yetib keldi. Ingliz tili IELTS 6 oldi, yo'qsa 7 oldi. O'sha darajaga erishdi-da, erishgandan keyin natijasini ko'rsatib qo'ydi. Uch ko'rsatib qo'ygandan keyin deb qaraydi, ota-ona ham qolganligi negativ bildirib turganlar, qarshilik qilyapti turganlar, o'xshamaydi, yo'qsa ustimizdan kulganlar deymizmi? Shunaqalar deb qarab turib o'zi gapidan uyatib qolar ekan, keyin siz bilan hisoblashishar ekan. Siz natijada yana ko'targaningizdan keyin endi siz bilan hisoblashmaydi, sizdan kelib maslahat so'rashni boshlashar ekan. Men o'zim maktabdagi faoliyatimda bo'lgan narsa, kimnidir yomon, kimnidir qoralamoqchi boshqa bo'lganim yo'q. Boshda kelganimda meni oldimga kelib turib, men sizni yomon ko'raman degan odamlar kelib turib maslahat so'radi orada 2-3 oydan keyin. Men bu bilan o'zim maqtamoqchi emasman, men u odamman demoqchi emasman. Prosta men o'zimda praktikada bo'lgan narsalarni sizlarga ham aytmoqchiman. Nimadir bolalar, nimadir ish qilmoqchimizmi? U ish yaxshimi, noto'g'ri emasmi? Lekin nima deydi? Bitta maqsadni qo'ydingmi? Uni orqasidan bizga yaxshilikni xohlayapmizmi? Yomonlik emas. Hamma tomondan to'g'ri keladimi? Ko'p maslahat olib, ikkilanib o'tirish shart emas. Prosta bosish kerak. Qil bo'ldi. Muvaffaqiyat kaliti nimada? To'xtamasligingda, urinaverishingda, qayta-qayta urinishing kerak u narsaga. O'sha natija bilan bog'lanib qolib, o'xshaydimi, o'xshamaydimi demasdan, prosta bosib. O'sha qo'lingdan nimadir natija kelishni boshlaganda, qolgan o'zi hamma yo'q joyiga tushib ketib qoladi ekan-da. Baribir o'shunda ham bo'ladi, to'xtamaydi. Bu narsa cho'pki. Tuyg'un, kelishdingmi? Bo'ldi. Ikkinchisi, xo'p, yoshlardan maslahat deb qo'yganman. Qaranglar. Abdulloh, pastroq. Qaranglar. Yoshlardan maslahat deganim tomoni bor. Katta odamlardan men rosa ko'p bitta ish qilmoqchi bo'ldim. Nima ishligini aytmayman. U ishni qildim ham. Noto'g'ri ham, to'g'ri ham bo'ldi. O'zimcha o'ylagan fikrlarim bo'ldi. Men u ishni qilishdan oldin bir 15 ta odam bilan maslahatlashdim. O'sha ishimni qilaymi, qilmaymi? Qilsam nima bo'ladi, qilmasam nima bo'ladi? 2 tami, 3 ta odam o'sha ishni tushunar ekan. Keyin men bildim bu jarayonni o'tgandan keyin. 12 ta odam u men qiladigan ishni tushunmasdan turib maslahat bergan. Maslahat olish kerak, to'g'ri odamdan so'rash kerak ekan. Masalan, men hozir futbolist bo'lmoqchiman, basketbolist oldiga borib turib, men qanaqa qilib futbolist bo'lishni so'ramayman. Futbolistni qanaqa natijaga erishgan, nimasidir bor, odamdan borib so'rayman. Maslahatni ham to'g'ri odamdan so'rash kerak ekan. Ko'p maslahat ham kerak emas ekan bizga. Bitta ikkita odamdan so'raymiz, o'sha jarayondan o'tgan, yo'qsa o'sha bilan ozgina bo'lsa ma'lumoti bor, shug'ullangan, keyin qilaverish kerak. Bizni olgan tajribamizni deyarli 99% qilgan xatolarimizdan kelar ekan.
oldindan hech narsani bilib bo'lmaydi, qilamiz, xato qilamiz, keyin o'rganamiz. Keyin yoshlardan maslahat. Katta odamdan maslahat so'raganda oilasi bor, farzandlari va odamlardan men gaplashib ko'rdim, uje kuzatdim. Berib turganda ular qolib qo'rqoq demaymiz-ku, ehtiyotkor bo'lar ekan. Mana masalan men 18-20 yosh bolaman, oilam yo'q, farzandlarim yo'q. Hech narsadan voz kechishdan qo'rqmayman. Uje hech narsadan qo'rqmayman-da, bitta odam kelib bunaqa qilamiz deb, "Bos, davay, gazini bos, qil" deyman. Haligi haligi minus tomonlarigacha e'tibor bermayman. Lekin 30-35 yoshli odam, o'sha farzandi bor, oilasi bor, unda mas'uliyati bor. Ming zo'r odam bo'lgani bilan, misol maslahat berishda yoki tavsiya berishda bunaqa sizga to'g'ridan-to'g'ri pryamoy bermaydiganda, haligi o'zini holatidan kelib chiqib, hali minus-pluslarini ehtiyotkorlik bilan ehtiyot tomonlarini olib beradi. Shuning uchun yoshlardan maslahat olish ham bizga plus beradi ekan. Ya'ni hamma vaziyatda demaymiz, har xil vaziyatlar bo'ladi. Yoshlardan ham maslahat olib turish kerak ekan. Shuning uchun men hozir maktabdagi bolalarimizdan ham so'rab turaman. 11-sinfda bolalarimiz bor, 9-sinfda bitta bolalarimiz bor, ular bilan maslahatlashaman men. Bunaqani nima qilsa bo'ladi? Ko'proq 11-sinfda bitta bolamiz bor, o'sha bilan ko'proq gaplashaman. Mana realni keys aytib beryapman sizlarga. Oldi qochdi, osmonni olib gapirmayapman. Vaqti kelib qolsa, yoshlardan maslahat olsak, o'sha ham to'g'ri bo'ladi. Endi bu tomoniga bog'laydigan bo'lsak ham bizga sunnat bu. Yoshlardan maslahat olib nimadir ish qilish. Xo'p. Uchinchisi, xohishga yetishmasligi. Agar biron narsani qilishni rostdan xohlasak, bu narsa to'xtatib qololmaydi ekan biz. Uni обязательно borib qilamiz ekan. Endi men anovi treningda aytib bergan u odamni gapini misol qilib keltiraman. U aytayapti, uni oilasi bor, o'zini misol qilib aytayapti. Primerni. Xo'p, bolalar xohish haqida gaplashib turdik. Xohishga yetishmasligi. U odam aytayapti. Ya'ni oilasi bor, aytayapti, mana men deyapti, primer qilib keltiryapti. Mana ayolim bor deyapti. U masalan, nima deydi? Homilador. U kech paytda deylik banan yegim kelyapti soat 2 da. Men qishloqda yashayman deyapti. 40 kilometr bor shaharga. Menda mashina ham yo'q. Bo'ldi, qo'yaver. Yemay qo'yaverib turib aldab suzab qolsam bo'ldi, qolaveradi, o'zi o'tib ketadi. Agar xuddi o'shani soat 2 da kech payt qorong'ida mashinam yo'q, 40 kilometr bor shaharga, больницаga birdan mazasi bo'lmay qoldi. Yaxshigina mazasi bo'lmay qoldi. Men qanaqa qilib bo'lsa ham yo'lini topib qo'shni mashinasini olib chiqamanmi? Ko'chaga chiqib bitta begona mashinani to'xtatib olib boramanmi? Ilojini qilib boraman. Majburiy, ixtiyoriy ravishda. O'sha men xohlayman uni deyapti. Miyamiz shunaqa ishlaydi-ku. Agar qiladigan maqsadlarimizda menga kerak shu narsa turib, xohlab qiladigan bo'lsak, ehtimolligi ancha oshadi ekan. Agar biror narsani qilmayapmizmi, orqaga surib yuribmizmi, yetarlicha xohishimiz yo'q bizda u narsani qilishga. Agar yetarlicha xohishimiz bo'lsa, katta ehtimol bilan qilamiz deyapti. Xo'p, 4-inchisi yozib olinglar. Prokrastinatsiya yozinglar. Keyin bu daftarimizni, hisob daftarlarini yo'qotmaylik. Men oldi qochdi gaplar gapirmayapman. 6 oydan keyin qarasa ham kerak bo'ladi, 1 yildan keyin qarasa ham boshqacha fikrlar kelaveradi. Olib qo'ysanglar men xursand bo'laman. Yozing. Prokrastinatsiya. Prokrastinatsiya. Yozib qo'yinglar. Prokrastinatsiya. Protsedura. Prak. Tilni tepib chiqib ketdi. Hop, chiziqcha ma'nosi. Ishlarni keyinga surish. Ishlarni keyinga surish. Men 6-7 yil vaqtimni yo'qotganman. Ya'ni pulni yo'qotganman demayman, ishlarim orqaga surib. Sizlarni yo'qotmasliklaringni xohlayman. Xo'p, ishlarni keyinga surish. Yozib qo'yamiz, bu bizni xarob qiladi. Bu bizni xarob qiladi. Xo'p, bunaqa narsa bor ekan. Miyamizga nimadir qilish fikri keldimi, biz qila olamiz uni, qo'limizdan keladi. Agar qo'limizdan kelmaganda u narsani o'ylamasdik. Shunga to'g'rilasa ham bo'laveradi. O'zi nimadir qilishimiz kerakmi? Bosish kerak. Va 7 o'lchab bir kes, qanaqadir hisob-kitobni olamiz.